Salom, mani ismim Nigora. Yoshim 22 da. Bundan 3 yil oldin uydagilarning gapi bilan bir yigitga turmushga chiqdim. Erim yaxshi edi, lekin ko'pincha ish bilan bo'lib uyga kelmasdi. Oradan 1 yil o'tib bola bo'lmadi. Onasi doktorga olib bordi. Tekshiruv natijasi mani aybdor deb chiqardi, lekin menda ayb yo'qligini bilardim. Erimga aytsam, oyim ajrashimizni xohlayapti dedi. Shundan keyin ko'p vaqt o'tmasdan erim uyingga ket, ertaga ajrashish uchun ariza topshiraman dedi. Xullas, ajrashdik. Men qo'shnilarni gap so'zi ko'p bo'lib ketgani uchun Rossiyaga ketishga qaror qildim. Rossiyaga xolalarimni oldiga keldim. Kafega ishga kirdim. Hali ham ishlayman. Boshida qiynaldim. Hamma gap atib tegajonlik qilardi. Keyin bir o'zbek bola bilan ancha tanish bo'lib qoldik. U meni uyimga olib kelib qo'yardi. Ishga olib borardi. Mashinasi bor edi. Yoshi 23 da. Hali uylanmagandi. Ancha yaqin bo'lgandan keyin u bilan ishdan keyin ko'cha aylanib yuradigan bo'ldik. Bir kuni u menga "Sen bilan yotishni xohlayman, yuzingga aytganim uchun uzr" deb aytdi. Men g'alati bo'lib ketdim va uyga olib borib qo'yishni aytdim. Yo'lda ketayotganda u ham men ham hech narsa demasdan jim ketdik. Uyga yetib borganda o'zimga o'zim savol berdim. Buncha vaqt yurib u bilan bo'lish haqida o'yladimmi? O'ylamay qo'limdan ushlamoqchimi deb o'ylagandim. Berishim bilan o'ziga tortib yuzim aralash lablarimdan o'pdi. Qizarib uyalib ketdim. Nima deyishga ham hayron bo'lib qoldim. Kafega borganimizda joyni ko'rsatib, "Hozir o'rtoqlarim keladi" dedi. Hammasi o'zini qizlari bilan keldi. O'tirdik, ozgina ichdik va mazza qildik. Sherzod ham meni qo'limdan tutib olib chiqdi, quchoqlab oldi. Biz sekin-sekin qimirlardik. U bo'ynimdan o'pdi. Ko'p ichgani uchun o'zini uncha sezmasdi. Shu ahvolda mashina haydamasligi uchun taksi chaqirtirdik. U prorab bo'lib ishlagani uchun bir remonti bitmagan kvartirasi bor ekan. Meni o'sha yerga olib bordi. Bir xonasi bitgan divan, televizor, hamma narsa bor xullas. Kirdik. Men ketaman desam u yo'q, bugun men bilan qolasan deb uyga kirgizdi. Meni quchoqlab o'pib, divanning ustiga yotqizdi. Buncha tez bo'lishini kutmaganim uchun sal shoshib qoldim. Tinmasdan hamma yog'imdan o'pib, tez-tez kiyimlarimni yechib tashladi. O'zi ham yechindi. Men sal kichiknaroq bo'lganim uchun uni katta sabzisini ko'rib sal qo'rqdim. Ayniqsa ichib olganini hisobga olsa, meni qiynab qo'yishi aniq edi. Men ham kayfga berilib ketib rosa suvlandim.